alış mama bir lömşimey. Yerip ketkende adam. Sana nime japa, sana nime japa. Manıdım adam bakken o. Canımda hemmisi adam var bugün. Putum acaba ağır deyip ottağıdak yemi yok mu? Hayat orunduk bakken otura. Orunduk bakken. Üzüklerimni qara. Nime japa sana. Ay muşundaq egiz baş ayak giyip bir gün toydu judungma canım dostum. Ha? Vay sana nime japa, qandam çıdıgan sen ay. Ağırıp ketdiycim. Qanda çıdıdın. Adaş, mandaqçı, çıdayımız. Bu Oy. degençi güzellik. Canım dostum, sen ya toy egiz bolmasan, oy buncu ola haşemet tiyasınıp sana nime koydu deymen go. Adaş, ma toy iyisi bolmagan bilençi Sayipxan. Mandaq Sayipxan. Kömüdün manaş Sayipxan xinimlarının aşmışında xanışlardek yasınıp ketip jüginni. Vay ködüm. Keç gündüz arzulagan vatanga qaytib kelib, mushunchola bo'lgan o'zgarishlarning g'oyalaridan suyundim. G'oyalardan ichindim dostum. Adaş, bu degençi zamanның, cemiyetның, vaziyetning taraqqiyoti. Sen gep qilma deb, putum pek ağrıp ketme, o'tirib olay. Putum. Ha, adaş, nimaga pek ichinib ketdi, ha? Vay nimaga ichinatdim. Mushu nadik taynoq so'rilarda isrof bo'layotgan vaqtdan mana mushundaq güzellik talish musobaqasidan ichindim suyumlik do'stum. Ma to'y qizi bugun bir chet qapti. Sen o'xshash sayibxonlar, nadi girim qo'g'izgan, nadi kiyimni ijara olgan, shuning bilan qapsizlar. Ma o'tirdi ishlayotganlar, sanoqliqlar. Ay ishensang, men jinimda oy qaysinglar Arzugul, qaysinglar Zulfiya, maras gapsam faqat farq etmay qoldim. Hammanglar o'xshashqu. Oy canım dostum. Qara, mandaq necha yuz qo'y pulni şarak sanab to'yga borgandan keyin oy parilardek yosinib, cho'pillardek bo'lib, ma to'yga kelgan yigitlarning yuragiga bir kun bo'lsin o't yiqib qoladi jinim adaş. Güzellikni suyganning nari yomon. Oy ben yaman demedim canım dostum. Oy buncha ola hasham qilishning nima zaruriyati deyman go. Aqara girimlarning qiyinligiga. Hiç bir faydası yo'q bir ishlar bu. Canım dostum. Sen bir mundaq bir chet eldan kelgandek, chet elda turib kelgandek gap qilsang bo'lmamdi. Bu deganchi madaniyat, güzellik. Voy, güzellik deb qo'y. Sening nazaringdagi güzellik mushundaq bo'lamda? Meningla emas, hammamizning shu. Hozircha adaş, mundaq qapaqlarimizni yodirimiz, qamshalarimizni chiqirimiz, lavlarimizni chektirimiz, mundaq zınaqlarını çıqırıb, aydek o'maq sürüyemiz. Adaş, sen bir chet elda turib kelgan bilan. Vay, isit. Sana bir medeniyet degandin qilchilikmiş yo'q. Hey, bir to'yga kelgandikin, mundaq bir ancha-muncha bir girimlarni qilib, bir yosinib kelsang bo'lmamdi deyman. Oy bir hech qanday girimni qilmabsan. Canım dostum, sening nazaringdagi güzellik bilan mening nazarimdagi güzellik o'xshamaydi da. Men qanday o'ylayman desang, mening nazarimdagi güzellik eng oldi bilan ishki sapasidan boshlandi deb o'ylayman. Shuning uchun u pardozxonlarga berib, soat-soatlab girim qildirishning o'zi bir behojat, ortiqcha ish deb o'ylayman shu. Hey adaş, sening o chet eldagi ayollaring güzellikni suymandike. Biz niyalarda jisa qara. Chet ellarni bilmaydi deb qolma. Bizmichi obdan bilamiz. Sening o chet eldagi xotinlaring suv uzish kiyimlari bilan xit qıpmadığı canım dostum. Televizorlardan ko'ryapmiz. Canım dostum, men sana tanbih bermekçi emas. Hem özümüzün kızlarını ulağı siliştirmekçi emas. To'g'ri, o'zimizning bu nurg'un ortiqchilik taraflarimiz bor. Ularning ham shundoq. To'g'ri, bayatdan chet ellik ayollar girim qilmamdikan deb so'rab qolding. Qiladi, toza qiladi.
Lekin ular o'ziga yarashimliq, tabiiy, suz, nayt chiroyli kirim qiladi. Qiyniq kirim qilishni ular salomatlikka ziyonli deb o'ylaydi. Bilamsa, tushuningmi gapimni? Adaş. O deyinamığı to'g'ri. Men mushu to'y to'ykunlarga berib, mush qiyniq kirim qilgan kunimning atisi, mush yuzlarimni qichishib adaş. Uşaq narsa o'ylab ketadi. Mana o'zingni his qilibsan-ku. Masalan, saxta go'zallikni deb o'zimizning haqiqiy go'zalligimizdan ayrilib qolsak qanday bo'ldi do'stim? Mana o'zingmi deding-ku. Masalan, ashunda qiyniq kirimlarni qilding, terangga reaksiya qilding, qarab baqa terangning bo'lib ketganda. Reaksiya qilmaydi deb aytalamsa? Mava endi qatadan qal degan gapmi bor? Şuna endi bunda qatadan qanmayli deb el qatar qipshidi qo'chinim do'stim. Jidim ada shunda qilganingga tushliq mushincholar hashamatli yosinib, to'yda biror yigit bilan bir qo'lmi tang so'yinmay qaytib yanding mana. Oye, nim deydigan sadash? Hozirgi yigitlarchi to'xug'ninki yurikini, toshqanning yurikini yeb cho'ng bo'lamdiki. Ya Allah, bir kun kechgacha birasi kelib, yuraklik oldi bir tongsiq tatib baqay demaydi. Jidim adash, isit, lanet. Sen mushunda qaytib yosinib olsang, u yigitlarmi aymidimmi qishingga kelamaz? Oy! Kemmisin o kalıtsı yetişmeyi qağallah. Aytdaqi. Adaş, bizçi qara hazır. O yigitler için yasınıp vermeyimiz. Ma özümüz için yasınımız deyine. Adaş, sen bilmeydiğe oxşaysa. Hazır bizden bu yerde güzellik kuruluşunu yolu koyup, ma bizde güzellikini sıydıgan hanım kızlar için bop verdi deyine. Canım dostum, sen bu yasınıp tarınışını bu qandaqsız bir güzellik deb düşünüp alğansan ha? Canım dostum, bu güzellik degen işki cihetdə özünü güçlendirdiğen, ma bilim cihetdə özünü mükemmelleştirdiğen, özüge işinidiğen, işki taşqi cihetdə mükemmel güzellik yarata alaydigan, muşundaq güzel ayollardan buluşunu talep kılıdı. Sen fakat yasınış, tarınış bilanlam güzellik meselesini hal qıl buldu deb oylamsa? Muşqitim, muşu güzellikim tüpeyledin. Jigitim bilan uruşup kaldım degene. Güzelligin tüpeylidin, uruşup kaldın? Neymiş üçün? Qara adaş, ötkende bir savaq dişimning tuyu olğandı. Mening bir yaqin dostum güzellik salonu açqan degene. Şu dostumniki saloniga bassam, yenidan bir ko'ynak akeldiribdiki. Adaş beksatdan dehshat chiroyli degene. Keyni mishakcha uchiqga. Mishakcha. O ko'ynakni kiydim. Gırım diyenini kıldım. Vah, özlem diyenden tehirlenip, resim diyen bir çıvattım ben. Eynek toymay karavattım ben. Şu çağda jigitimin restoran apırıp koyğuli. Salonga kepti degene, güzellik salonuna. Şunun bilen kiriplam, kızlardan, oy, Nadira qini deb so'rab ketdi. Shuni bilan men yigitim men Parida ko'p ketganki men taniyamay qopti dedim. Voy jinim, mana men chiroyli qolib ketibdim. Asta deb. Yeniga shundoq tatliq aykilib bog'inimni bilime, chiroyini bo'ronda qilib, siz men yaxshi ko'radigan Nadira emaskansiz deb qo'yib, oldiga qarmay bo'ronda chiqib bordi. Adaş, yılıq kızların içinde düşmanım mı ba, dostum mu ba, şundak setleştim degene. Pek açığım geldi o Mert oğa. Şunu olan qanda oldu? Qanda buldu? Oo işte sendek Mert onu. Nerede dedim şu adaş. Telefon kılıp da nimi deydi o demeyse. Oy Nadire, medeni kiyim-kechaklarimizni kiysinizmi güzel bulalaysız. Nima deb bundoq yasnab olasiz? Güzellik degan tashqi güzellik bo'lmaydi, ichki güzellik bo'ldi. Mijozingizni anda qiling, mijozingizni bunda qiling, girimingizni anda qiling, kiyimingizni bunda qiling deb menga falsafa dars o'tkazib telefon qilibdi. To'g'ri debdi-ku. Ochig'im, nadin keptiki? Oy, nima deydi Mamatto deb telefonni xo'shmi demay qo'yib etib oldim. Adaş, meningcha qara. Senin yigitin için nayeti durust yigitken. Adaş. Lekin umuğu yaxşıdı. Biroq şumuş yozsansan faqat ko'ranmaydi meni. Uyey. Har qandaq yigit deganning o'zining qiz do'stining go'zal, chiroyli yasinib yurishini yaxshi ko'rdi. Lekin sen oshirib aytganda qilsa, oshirib aytsang albatta gapi chiqdi-da. Shundaqmi? Biroq bu Anda qaytib kelaman. Ansirmigina, senichu haqiqiy yaxshi ko'z cho'qim qaytib keldi. Oldi bilan qara, sen taqdirqingni sal o'zgartgin. Anandan keyin adab axloqimizga xos madaniy kiyingin.
Eng muhimichi tirishmasang bo'lmaydi adash. Ma bilimliklar tarafidan tezda shalinib ketib qolamiz. Uningdan keyin o'zing ishonishing kerak. Oq ko'ngilligingni yo'qotib qo'yma. Meningcha qara. Qalbi go'zal bir qizdan hech qanday birining ayrilib qolgisi kelmaydi o'jimu. Shundaqmi? Yigitdan seni haqiqiy yaxshi ko'rsa, cho'qim seni izlab keladi. Ma'qul adash. Buningdan keyin men bundaq bir madaniy, go'zal bo'lishga tirishsam bo'ldi-ku adash. Ajab yaxshi. Qara adash, bugun bizning uyga ketaylik. Kutubxonamda shunday yaxshi kitoblar bor. Uningdan ikkimiz birlikda tang o'rganaylik. Qanday? Bo'lamdi? Ma'qul. Ey adash, biroq men kirpikimga bir ko'zimni beoram qilaverdi. Yo Alloh, yelimi beoram bo'lmabsan. Jura uyga borganda pak-pak sujitimiz. Asta. Adash mashina to'saylik.